chuqur nafas olamiz. Nafasimizni ushlab turib sekin chiqaramiz. Musiqaga moslashamiz. Endi ko'zlaringizni yummaysiz. Bu energetik dars. Bunda ko'zimiz ochiq bo'ladi va men orqamdan qaytaring degan so'zlarimni birga qaytarasiz. Hozir men aytaman. Men so'rayman. Har bir ishtirokchi uchun energetik portal ochib berilinsin. Butun tanalari, har bir ishtirokchimizning tanalari tayyorlab berilinsin. Har bir energetik markazlari tayyorlab berilinsin. Bugungi jarayon uchun tayyor holga keltirilsin. Jarayonimizni to'g'ri va tekis amalga oshirish uchun. Hozir tasavvur qiling, boshingiz ustidan ozgina bosim bo'lganga o'xshab kanal ochilib, toza energiya, sevgi energiyasi, ezgulik energiyasi tanangizga tushishni boshladi. Endi qaytaring. Yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. Ezgulik energiyasi bilan, sevgi energiyasi bilan butun tanam, har bir hujayram to'yintirilib, tozalanilinsin. Toki sevgiga aylanmaguncha, ezgulikka aylanmaguncha. Boshingizda butunlay har bir negativ fikrlar, dasturlar, sizni eng pastki chastotalarda, pastki energiyalarda ushlab turgan dasturlar hammasi sekin astalik bilan tozalanishni boshladi. Endi meni orqamdan qaytaring. Yagona yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. Qo'rquvga javob beradigan, o'z fikrimni ayta olmaslikka, ezilishga javob beradigan, xo'rlanishga javob beradigan, qadrlanmaslikka, qadrsizlikka javob beradigan har bir iqrorliklarim tozalanilinsin. Xarakteristikalarim tozalanilinsin. Toki nurga aylanmaguncha. Yagona yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. O'zimni qadrimni bilmasligim, haqqimni talab qila olmasligim, qo'rqishim, qo'rquvga javob beradigan har bir iqrorliklarim tozalanilinsin. Bir uyg'unlikka keltirilsin. Yagona yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. O'zimni o'zim ayblashim, o'zimdan o'zim kam topishim, o'zimdan o'zimni ko'nglim to'lmasligiga javob beradigan har bir iqrorlik, dasturlar, qo'rquvga oid dasturlar, qadrlanmaslikka oid dasturlar, xo'rlanishga oid dasturlar har biri sekin astalik bilan tozalanilinsin. Ongim qancha ko'tara olsa shuncha, tanam qancha ko'tara olsa shuncha jarayon kuchaytirilsin. Yagona yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. Sharmandalikka javob beradigan, o'zimni holatimdan uyalishga, haqqimni talab qila olmaslikka javob beradigan, ichimdagi gaplarimni qo'rqib ayta olmaslikka javob beradigan har bir iqrorliklar, tanamda va ongimda bo'lgan iqrorliklar, ongimni har bir qatlamlaridagi eng chuqur xotiralaridagi iqrorliklar tozalanilinsin, eritilinsin. Eritishga yuborilinsin. Toki nurga aylanmaguncha. Hozir boshingizdan tushayotgan energiya butun tanangizni to'ldirib, tozalab, nurga aylantirishni boshladi. Har bir aytayotgan so'zlaringiz ham qabul qilinib,
bajarilishi boshlayapti. Har bir iqrorliklar, hozirgi aytgan so'zlaringizga javob beradigan, har biri gaplaringizga muvofiq sizni ongingiz va tanangiz xotiralaridan tozalanishi boshladi. Belingizgacha tushdi. Boshingizdan tushayotgan nur. Belingizgacha. Boshingiz, ko'kraklaringiz, qorningiz hammasi top-toza, hech qanaqa barbod qiluvchi xotiralar yo'q. Qo'rquvga javob beradigan, o'zini qadrlamaslikka javob beradigan xotiralar yo'q. Tozalandi. Tasavvur qiling, xuddi qora energiyalar, qora bulutchalar yoki qora tutunlar butun tanangizdan, tanangiz atrofidagi aurangizdan tozalanib pastga tushib ketayotganini. Quyosh chiqqanda zulmat chekingani kabi. Yengillik his qiling. Boshingiz ancha yengil bo'lib qoldimi? Plyus qo'ying agar yengil bo'lgan bo'lsa. Endi meni orqamdan qaytaring. Men tayyorman. Men bugun e'lon qilaman. Hayotimni yangi sahifasini ochishga. Eng baxtli ssenariylarimni, eng boy bo'lgan ssenariylarimni, eng ilohiy ssenariylarimni, boshlanish sahifasini ochishga tayyorman. Har bir qiyinchilik ssenariylarini bekor qilaman. Har bir azoblanish, xo'rlanish orqali o'zimni yaxshi deb atash ssenariylarini bekor qilaman. Xo'rlangan ayollar, xo'rlangan insonlar yaxshi bo'ladi, yaxshilarni xo'rlashadi degan ssenariylarni bekor qilaman. Qabul qilaman. Hech kim xo'rlamasa ham, hech kim qiynamasa ham, hech kim azoblamasa ham, o'zimni yaxshi his qilishga, o'zimni yaxshi deb o'ylashga javob beradigan har bir iqrorliklarni qabul qilaman. Baxtda yashash, xotirjamlikda yashash, qadr-qimmatli bo'lgan holda yashash, aziz bo'lgan holda yashash ssenariylarini tanlayman. Bu meni tanlovim. Bu meni tanlovim. Tanlovim qabul qilinsin va o'sha ssenariylar hayotimga namoyon qilib berilinsin, hayotimga jalb qilib berilinsin. Yagona yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. Ishga tushirilinsin jasorat. Mani tanamda, ongimni har bir darajalarida haqqimni talab qila olish, hech narsadan qo'rqmaslik, ezilmaslik, talab qilish, qadrimni bilish, qadrli ayol ekanligimni his qilishga javob beradigan har bir iqrorliklar, dasturlar uyg'otib ishga tushirib berilinsin. Baxtli yashashga, qadrli bo'lib yashashga, qiymatli bo'lib yashashga haqliman degan iqrorliklar uyg'otib ishga tushirib berilinsin. Men haqliman. Maza qilib yashashga, baxtli yashashga men bugun tanlov qilaman. Bugundan boshlab qiynalishim shart emas. Qiyinchilik orqali, azob-uqubat orqali rivojlanishim shart emas. Baxtli bo'lgan holda ham yaxshi bo'laveraman. Baxtli bo'lgan holda ham rivojlanaveraman. Men ruhiy rivojni tanladim. Bu meni tanlovim. Moddiyat bilan ulansin, yer bilan ulansin va bu namoyon bo'lgan o'lchamga teleportatsiya qilinsin. Hozir butun oyoqlaringizgacha boshingizdan tushayotgan nur, ezgulik energiyasi tanangizni to'ldirdi.
oyog'ingizni eng uchida ozgina qora bulutchalar qoldi, ya'ni qora tutunchalar, negativlar deylik. Bularni ham tana tozalayapti. Tanangizni har bir hujayralari yayrayapti. Butunlay tozalandingiz. Butunlay bir uyg'unlikka keldi. Har bir tanangiz, tovoningizdan ham, oyog'ingizni eng uchidan ham har bir negativlar, barbod qiluvchi programmalar, iqrorliklar tozalandi. Butunlay yengilsiz, yengillik his qilayotgan bo'lsangiz plyus qo'ying. Yaratuvchining har bir nomlari bilan so'rayman. Hozirgi aytilgan har bir gaplar aytilgandek qabul qilinsin. Aytilishi kerak bo'lgan, lekin aytilmay qolib ketgan gaplar ham aytilgandek qabul qilinsin va bajarilsin. Jarayon kuchaytirilsin, yer bilan ulansin, har bir energiyalar to'g'irlansin, tekislansin, sozlansin, toki bir uyg'unlikka kelmaguncha. Yengillik his qilayotgan bo'lsangiz plyus qo'ying. Har bir jarayon darsni eshitishingiz davomida o'zi to'g'irlanadi. Qanaqadir ko'tarilish jarayonlari bo'lsa, bizga murojaat qiling. Va bunaqa darslardan keyin ko'tarilish jarayonlari bo'lishi tabiiy, tozalanish, ko'tarilish va hammasi hayotingizda har bir biz aytgan ezgulik ssenariylarini, mehr-muhabbat ssenariylarini, yaxshi hayot ssenariylarini hayotingizga olib kelishga xizmat qiladi. Darsni har kuni 3 martadan eshitasiz, keyin 5 martadan. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darslarimizda uchrashguncha.